Sizlar bilan Nodirbek Dilasi, bolalar. Bugungi videomizda sizlar bilan biz Dilimdagi Soccer 2026 o'yinida telefon umuman eng eski juda qotadigan telefonda ham qotmaydigan qilishni va dalas haqidagi ba'zi bir ma'lumotlarni aytib o'tib ketaman. Videoni boshlashdan videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanday videoni boshlab do'stlar, birinchi bo'lib nastroyki bo'limga o'tgandan keyin tillarni iloji boricha rus tili qilib olishinglar kerakda. Rus tilida qilsanglar juda yaxshi bo'ladi-da. Hozir mana rus tili bo'ldi. Do'stlar, keyin qaranglar, rus tili 3-da turibdi-ku do'stlar. Mana birinchi shuni qarang, mana nastroyga kirgandan keyin igra bo'limida turibdi. Birinchi igra bo'lim turibdi va igrada rus tili qilgandan keyin tip kamera degan joyi bor do'stlar. Bokovay liniya degan joyini do'stlar biz o'tkazaveramiz hozir. Hozir rus tili hozir to'xtanglar do'stlar. Mana rus tili mana shuni miyachma qilishinglar kerak do'stlar. Bu nimaga kerak do'stlar? Mayach qilgandan keyin telefoninglarni ekrani juda silliq, ham telefoninglar zaryadi kam bo'lsa ham juda tez tashlab ketmaydi. Ham odatda shunday zaryadi ko'p bo'lsa ham kam bo'lsa ham bir xil ekranda o'ynaysizlar mazza qilib do'stlar. Biz endi eng oxirgi bo'limga o'tib olamiz. Google account almashtiradigan, Google account qullaydigan bo'limga do'stlar. Eshitishimcha ko'plarda reklama chiqmayotgan ekan do'stlar. Mana birinchida Google ga ulaydigan joy turibdi, ko'ryapsizlarmi? Pastda vakil bo'lib turibdi. Ikkita ko'ryapsizlarmi do'stlar? O'shaning ikkalasini ham yoqib qo'ysanglar do'stlar, reklama chiqadi keyin sizlarga ham do'stlar. Keyin pastda mana akkauntlarni kod olasizlar, mana link profil degan joyga, mana o'shan joyga parametri grafik degan joyda bosasizlar ekan. Bosganinglardan keyin do'stlar, men sizlarga mana shunaqa bir xillarda juda boshqacha narsa chiqib qolar ekan. O'shani to'g'rilashni o'rgataman. Birinchidagini mana buni 30 emas, 60 qilib qo'yasizlar do'stlar. Ikkinchisini niz qilib qo'yasizlar. Uchinchisiga tegmaysizlar do'stlar. Tegmaysizlar. Ko'rib ola, mana shunaqa qilasizlar do'stlar. Keyin bu Redmi'ga FPS da do'stlar, 60 FPS shunaqa reytingi bo'ladi. Bu telefonlarni osonlikcha qotirmaydigan qilib beradi do'stlar. Bu iPhone'ga ham, Androidga ham bo'laveradi do'stlar. Xoroshoni bosasizlar, danni bosasizlar va dilisiga bitta qayta kirasizlar do'stlar. Dilisiga bitta qayta kirib olasizlar va nastroyga saqlanib qolmoqda do'stlar. Do'stlar, kimgadir tanga olmos yig'dirish xizmati kerak bo'lsa, kommentariyaga Telegram raqamini yozib qoldiraman. Shu Telegram raqamini yozsanglar, 10 mingta tanga olmosni atak 10 ming so'mga yig'ib beraman do'stlar. Bugun videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa videomga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.